Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Ziox Minecraft. Biz bugungi videomizda mana shu ikkita Steve va Shokirov 2017 bilan kuchayib bir-birimiz bilan jang qilamiz. Demak, biz videoni boshladik. Aa, Demak, video ham boshlandi. Kuchayishlar mumkin. Ular gapirishni xohlamadi, chunki videoga tushishni ham xohlamadi. Men ularni zo'rg'a ko'ndirdim. Demak, o'zim gapiraman xolos. Xo'sh, mana shunday. Kuchayib olamiz. Ular bizni urmasdan u tomonga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, yaxshi. Kuchayamiz. Xo'sh, biz bitta hashtag yasaymiz. Tezlashishimiz kerak. Videoni tezlashtirganim yo'q ammo. O'zim shunday o'ynayapman. Qo'lashlarim ham shunday. Menga qarshi ikkita legendarnilar turibdi. Ular Minecraftni 2 yildan beri o'ynashadi. Yosh bo'lishiga qaramay 2 yildan beri. O'zim esa 3,5 yildan beri o'ynayman. To'g'ri, yoshligimdan beri. Men Minecraftga bir akam qiziqtirgan boshida. Men zombilarga qiziqqanman o'zi birinchi. Keyin Minecraftni o'ynashni boshlaganman. Demak, biz topor, bolta va kelki yasab oldik. Xo'sh. Biz kuchayamiz. Mana shu g'orda nimadir bormikan? Demak, g'orda temir bormikan? Bo'lsa tortib, ya'ni sindirib olishim kerak. Ularni tushishim kerak. O'yin qoidalari bo'yicha o'yinchilar, igroklar 2 marta o'lgandan so'ng o'yinga qaytib kirmasligi lozim. Ko'rasizlar do'stlarim, men ularni hammasini 2 martadan o'ldiraman. Demak, tosh kerak bo'ladi, vložnik. Ahamiyat bermaysizlar. Yarim rus, yarim o'zbekman. Demak, yana mana shular ko'rib chiqsam bo'lardi endi ichkarini. Lekin ular kelyapti. Yo'q, kelmayapti shekilli. Ular tomonga borishimiz kerakmi? Yo'q, u kelyapti. Demak, biz qochishimiz kerak. IQni ishlatgan holda uni suvda o'ldiramiz. Demak, mana bizga zarba bera olmadi suvda, chunki yo uradi yoki boshqa suvda cho'kib ketmaslikka harakat qiladi. Shuning uchun IQni ishlatish kerak. Aytganimdek 3,5 yil faqat shuni o'rganganman deb aytsam kulgili bo'ladi. U yerda nima bor? Yorug'lik ko'p. Xo'sh, nima bor? Tepada yoriq bor ekan. Yoriq teshilgan hisobida. Mana shu yerdan chiqib sakrab olamiz. Demak, chiqib ketdik. Mana shu yerga qo'yishimiz kerak ekan baribir. Xo'sh, ularni topishimiz kerak bo'ladi. Igrokni hech bo'lmasa bittasini o'ldirishim kerak. Menimcha Steve nomlisi chiqib ketmadi yoki o'ldi bir marta. Ikkinchi marta ham o'ldi. Demak, u chiqib ketdi. Oddiy o'ynab yurishi mumkin. Agar birovlarni urib qo'ymasa yo to'xtanglar, so'rab olay. Shokirov 2017 Steve chiqib ketdimi? Yo'q, chiqib ketmabdi. Birinchi marta o'libdi va ikkinchi marta bo'ldi, endi chiqib ketdi. Demak, uni o'ldiramiz. Yaxshi. Biz o'ldirdik. Endi biz qochishimiz kerak, chunki jonimiz juda kam. Video cho'zilib ketgan. Mana shu yerlarga o'tamiz. Demak, video qiziqarli bo'lish uchun mana shu yerda qo'shib qo'yib yuboraman.
Xo'sh do'stlar, qo'shiq chiroylimi ekan? Topgan qo'shig'im shu bo'ldi. Demak, biz ovqatlanib oldik. Pishib tursin, yaxshi olib olamiz. Har ehtimolga qarshi kerak bo'lib qoladi. Demak, tapurni olib, ya'ni boltani olib sindirib qo'yamiz. Mayli, pishmagan bo'lsa ham bo'laveradi endi. Chunki shoshilishimiz kerak. Aytganimdek, video cho'zilib ketgan. Demak, mana shu yerlardan o'tamiz. Yaxshi. Daraxtlar orasidan sekin o'tib ketamiz. Igroklar ko'rinmayapti. Mana shu yerdan kelgan edim shekilli. Men ularni yo'qotib qo'yganga o'xshayman. Igroklar qayerda? O'yinchilar demoqchi edim. O'yinchilar qayerda ekan? Xo'sh. Mana shu yerdan o'tamiz. Yo'q, yaxshi. Mayli. Xo'sh, parkurist bo'lmoqchi edim. Tushib ketib qoldim, demak. Yaxshi harakat qilyapmiz. Tovuqning bolasi. Yaxshi. Demak, ko'rindi nomi. Demak, u yer ostida. O'lib qolmasak bo'ldi shu yerda. Yer ostida uning o'ldirish ehtimoli katta, chunki bitta blok pastimizda bo'lsa biz oyog'imiz tagidan uni ko'rmaymiz, so'rolmaymiz. U esa bizni bemalol urishi mumkin. Shuning uchun mana shu yerdan kirib ketsa bo'larmikan? Yo, biz ko'plab kirib ketaveramiz, chunki u juda yaqinimizda. Mana shu yerdan ko'rib kirib ketsak bo'ladimi? Yo'q. Ha, mayli. Mana shu yerdan kirib ketamiz. Demak, u hali berib chiqmaydi. Sekin tushib olamiz. Yaxshi. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. U meni o'ldira oladimi? Kommentga videodan hozirgi lavhadan oldin yozib ketinglar. Xo'sh, qani. Mana shu yerda. Demak, yana bir marta, yo'q, yana. Demak, u ko'rindi. Mana u tagimizda. Tushyapmiz. Demak, tushdik. Ur. Yo'q. Voy, bizni o'ldirib qo'ydi u. Voy, iskelet ham otishni boshladi endi. Yoriq tushirib olishim kerak endi. Yoriq tushirib olamiz. Mana shu yerdan yoriq tushirib olamiz. Xo'sh, hozir yoriq tushirib olamiz. Do'stlar, uyimizda mehmon ko'p, shuning uchun videoga ovoz tushib qolgan bo'lishi mumkin. Buning uchun meni kechirasizlar. Hozirda bizning uyimizda mehmon ko'p. Mana tushirib ham oldik. Igrok o'ldi. Igrokni Creeper portlatib yubordi. Demak, Shokir Fonyetda Creeper tomonidan o'ldirildi. Xo'sh, uni o'ldirishimiz kerak. Baribir to'xtanglar. U o'lgan hisobida. Biz demak uni ham o'ldirdik. Wow, birinchi marta o'ldirgandik va Creeper hisobidan yana bir marta o'ldi. 2 marta o'lim qabul qilindi. Demak, biz hozir bu o'yinda yutgan hisoblanamiz. Demak, biz yutdik. Yo, do'stlar, biz yutdik. Kanalimizga obuna bo'ling va videomizga like bosishni unutmang, do'stlarim.